Toshkent davlat transport universitetida avtomobil yo'llari sohasi uchun innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va yo'l qurilish materiallari yarmarkasi o'tkazilmoqda. Universitetning avtomobil yo'llari muhandisligi fakulteti yosh olimlari o'z ishlanmalarini keng jamoatchilikka taqdim etib, kelgusi loyihalar uchun asos yaratishmoqda. Namoyish qilinayotgan loyihalar yo'l qurilishi va undan foydalanish jarayonida uchraydigan eng muhim muammolarni amaliy yechimlar bilan hal etishga qaratilgan bo'lib, ularning barchasi O'zbekistonning iqlimiy va texnik sharoitlariga mos tarzda ishlab chiqilgan. Xususan, yarmarkada yosh tadqiqotchilar tomonidan slonesli kukun qo'shilgan mustahkam asfalt beton tarkibidan tortib, polimer oltin gugurtli aralashmalar, frezalangan asfaltni qayta tiklash bo'yicha issiq va sovuq regeneratsiya texnologiyalari, asfalt betondagi yoriqlarni mastika bilan avtomatlashtirilgan tarzda to'ldiruvchi yangi qurilma hamda sement beton qoplamalarni parvarishlovchi maxsus plyonka hosil qiluvchi materiallargacha bo'lgan turli istiqbolli ishlanmalar taqdim etilmoqda. Tadbirimizda avtomobil yo'llari, yo'l qurish materiallariga asoslangan va ularga biriktirilgan ilmiy tadqiqot ishlanmalarimiz bilan qatnashmoqdamiz. Va bugungi birinchi ko'rishimiz mumkin bo'lgan ishlanmamiz asfaltobeton yo'l qoplamalarini mastika bilan to'ldirish, bekitish qurilmasi. Bunga foydali model uchun patentlar olingan. Undan keyingi ishlamamiz O'zbekiston sharoitida yangi o'tkazilgan sement-beton yo'l qoplamalarini parvarishlash uchun plyonka hosil qiluvchi materiallar va ularning yangi tarkibi va ularni qo'llash texnologiyasi bo'yicha ish olib borganmiz. Xo'p, bunda materiallar 100% to'liq mahalliy materiallardan foydalanilgan va bu bo'yicha patentlar olingan va bugungi kunda ishlab chiqarish maydonlarida qo'llab kelinmoqda. Keyingi ishlamamiz yuqori haroratli sharoitda polimer oltin gugurtli asfaltobeton qoplamasining ekspluatatsion ko'rsatkichlarini oshirish. Bunda o'sha asfaltobeton qoplamaning uzoq muddat xizmat qilishini sifatli va ta'mirlash jarayonidagi o'sha xarajatlarni kamaytirishga olib borilgan. Bunda o'sha umumiy mahalliy materiallardan foydalangan holatda polimer asfaltobetonlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Tadbir davomida mehmonlar innovatsion materiallar yordamida har bir kilometr yo'lda sezilarli mablag'ni tejash, yuqori haroratga chidamlilikni oshirish, ekologik xavfsiz texnologiyalarni qo'llash hamda yo'l infratuzilmasini tez tiklash imkoniyatlari bilan yaqindan tanishishdi. Avtomobil yo'llari qurilishida asos qatlamida ishlatiladigan qurilish materiallarini ba'zi hududlarimizda tanqisligi va ularni tashib keltirishdagi transport xarajatlari yo'l qurilishining umumiy qiymatini oshishiga olib kelmoqda. Shuning uchun tosh materiallar tanqis bo'lgan hududlarda bog'lovchi moddalar bilan mustahkamlangan gruntlardan foydalanish masalasi dolzarb bo'lib turibdi. Ushbu dolzarb masalada Toshkent davlat transport universiteti avtomobil yo'llari muhandisligi fakulteti tomonidan bir qator ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilib kelinmoqda. Ushbu ilmiy ishlar yuk ko'tara olish qobiliyatini oshirishiga, xizmat qilish muddatini uzayishiga va resurs tejamkor materiallardan foydalangan holatda iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin bo'ladi. Yosh olimlarning ushbu tashabbuslari yo'l xo'jaligi sohasida amaliy innovatsiyalar ulushini oshirishi, respublika bo'yicha qurilish kompaniyalari bilan hamkorlikni kuchaytirishi va soha rivojiga yangi impuls berish kutilmoqda.